Sen bo'ldi. Yusuf aka, bolani yonida ham shu gap. Birinchi bo'lib bolani oldida sayragan bo'lsang, nimadan uyalasan? To'g'rimi? Yoqdi-ku senga. Sayrab bersinmi qizim? Bo'lmasa ovqat yemaysan-a? Yo'q, Ovqat yemaydi qizim, och qoladi. sayramayman. Shu qizimga rahming kelmaydimi? Sizni menga rahmingiz kelmaydimi? Bolani bahona qilmang. Gaplashmaysanmi sayramasa? Anora, Ko'rdingmi, qaramayapti ham senga. Hech kim yo'q. yo'q. Choy qo'yib keling. Charchab ketdim sayrab. Ol qizim.